Nechi edi? 17 17 texpasport. Probegi qancha bo'ldi? 8 kilo bo'lgan. 2 olyapti, gaz qo'yib banfort qilyapman. Shu boshqasini olganman. Bo'ldi, necha pulga beramiz endi? Endi unaqa pullarga sotilmaysiz lekin hozir. Unaqa pullarga sotilmaysiz. Yo'q, sotadi qo'yding. 8,5 lar. Endi sal Aformidaga qo'yapman, gaz qo'ydim. benzinda yurganmidi? Yaqinda qo'yilgan. Mana gazlar qo'yilgan ekan. Kraskasi top-toza, Kraskasi top-toza ekan. 7900 biz ana qo'yamiz. Bitta laboyda tirishcham bor ekan. Hoji bova, narx-navo sal pastda. Nimasa sizga hayotda yo'q demayman-ku. 7900. Tikka qiling. Tikka qilmang. 100 so'm endi chipta. Qo'ying keling, 7900. Maylum? Ish bitgan. 7900 dollar bo'ldi. 2017 ga 18 Gentra, kraskasi top-toza, probegi 2 kuruq yurgan ekan, gazlari yaqinda qo'yilgan ekan, video registratorlari, rullari, mejigar pultlari, 4 ta yaxshi yumshoq balonlari qo'yilgan ekan. Narxi 7900 bo'ldi. Bunaqa narx boshqa joydan topa olmaysizlar. Qonni gazini bosaverasiz.